Uyg'urlarda mustaqillik ruhi. 1933 yılı 11 ayının 12 günü yakshanba Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyetining qurilganligi ham uning hukumat tarkibi cho'ng yig'in echilib e'lon qilindi. Qashqar tuman daryosining shimol tarafida nihoyat keng ketgan bir tuzlanlik bo'lib, shu o'ringa sahna rastlandi. Butun maydon odam dengiziga aylangan edi. Yig'in maydonining to'rt atrofi maktab, do'kon, ko'cha do'qmishlarga Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyetining ay yulduzliq ko'k bayrog'i esilgan edi. Butun maydon harbiy ham xalq ommasi va o'quvchilar bilan to'lgan edi. Soat 11larda Sabit Damullam boshliq hukumat a'zolari yig'in maydoniga kirib kelganda xalq ko'tarangu ovozlar bilan to'lab ularga tantana qilishdi. Yig'in boshlanishdan burun 41 pay nayitimi hayvatlik hurmat to'pi etildi. Shamshiddin Damullam yig'inning echilganligini e'lon qildi hamda Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyetining qurilganligini ham uning hukumat tarkibini e'lon qildi. Bu chaqda butun maydon amin degan sadolar bilan to'ldi. Ondan bosh ministr Sabit Damullam Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyetining yurgizadigan ishki tashqi siyosati va uning kelgusi nishoni ustida nutq so'zladi. Yig'in soat 1larda oxirlashib, Sabit Damullam boshchiligida butun harbiy va xalq e'tikohga qarab namoyish qilib mangdi. Sabit Damullam e'tikohda to'plangan jamoatga yana so'z qildi. So'zining oxirida shahar yoshlarini fidoyi bo'lishga, yangi shaharni ozod qilish urushiga qatnashishga chaqirdi. Xo'janiyaz hojim Mamtimin hazratlardan hukumatga qo'shilganligi to'g'risida javobmi keldi. Shuning bilan Xotan, Qashqar, Yakan, Oqsu 4 viloyat Sharqiy Turkiston hukumatini e'tirof qildi hamda Sharqiy Turkistonning davlat bayrog'ini chiqardi. 1933 yılı 11 ayının ahirlarida Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti ustuna tushliq Abduqodir hojimni Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti qurilganligini Hindiston radiosida dunyoga e'lon qilishga avatdi. Shu chaqda Hindiston radiosida ham bir qancha gazetda Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti qurilganligi to'g'risida xabar ham maqolalar e'lon qilindi. 1944 yılı 11 ayının 12 günü yakshanba G'ulji shahrida minglagan xalq ommasi qatnashgan dag'dug'liq yig'in echildi. Elxon To'ra rais sahnasiga chiqib, xalqqa xitob qilgandan keyin mustaqil Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining qurilganligini jakarladi. 1945 yılı 1 ayının 5 günü Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti hukumatining 4 qitimliq yig'inida Sharqiy Turkistonning uzul kesil mustaqilligini maqsad qilgan 9 moddalik siyosiy xitobnoma e'lon qilindi. Bu 9 moddalik xitobnoma tovandikicha: 1. Xitoy mustamlikchilarini Sharqiy Turkistondan butunlay qo'g'lab chiqarish. 2. Sharqiy Turkiston zaminida mustaqil Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti qurish. 3. Sharqiy Turkistonning muntizim milliy armiyasini qurish. 4. Hamma millat huquqda barobar bo'lish. Millatlarning urf-odat va diniy e'tiqodini qo'g'dash. 5. Demokratik tuzumni yo'lga qo'yib, hokimiyat o'rinlariga xalq ishongan kishilarni saylash va hokimiyat ishlarida Uyg'ur tilini davlat tili qilish. 6. Sanoat, dehqonchilik, chorvachilik, o'rmonchilik va savdo tijoratini rivojlantirib, xalq turmushini yaxshilash. 7. Madaniyat, ma'rif va sahiya ishlarini tez suratda taraqqiy qildirish. 8. Dunyodagi xalqchil davlatlar bilan eng avval Sovet ittifoqi bilan do'stlik munosabatini mustahkamlash. 9. Sharqiy Turkistonning mustaqilligini e'tirof qilgan Xitoy davlati bilanmi diplomatik va iqtisodiy aloqa o'rnatish. Uyg'urlar 1933 yılı e'lon qilingan Cumhuriyetni birinchi Cumhuriyet, 1944 yılı e'lon qilingan Cumhuriyetni
ikkinchi Cumhuriyet deb atadı. Gerçi Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyetining ömrü to'limi qisqa bo'lsa-mu, bir zamonaviy davlatda bo'lishga tegishlik jimiki mukammal davlat apparatlari va hokimiyat sistemasini barpo qilib, Uyg'urlarning mustaqil cumhuriyetining o'lmas bir o'rnikini yaratgan. Gerçi ikkinchi Cumhuriyet 1949-yildan keyin amaldan qolgan bo'lsa-mu, bizga mangu faxrlangudek qahramonlik dostonlarini va mustaqil cumhuriyetning ruhini qoldirib ketdi. Mushu sababdan Uyg'urning dushmanlari gerçi ikki cumhuriyetimizning jismini yo'q qila olgan bo'lsa-mu, ammo bu ikki cumhuriyet Uyg'urlarning qalbiga o'rnatgan mustaqillik ruhini yo'qota olmadi. Xitoyning Uyg'urlarni yo'qotish suiqasdi qancha oshkorlangan sari Uyg'urlarning milliy mustaqillikka bo'lgan irodasi shuncha kuchayib bordi. Bugungi kunda Xitoyning Uyg'urlarning ustidan elib berayotgan ochiq oshkora va razil irqiy qirg'inchiligi dunyoga Uyg'urlarning cho'qim mustaqil bo'ladiganligidek va Xitoydek razil davlat bilan mangu birga yashay olmaydiganligidek bir haqiqatni ko'rsatib berdi. Uyg'urlardan o'z davlatini ozod qilish irodasi bo'lganlar shu maqsadga yetadi. Biz cho'qim o'z tuproqimizda erkin yashab, o'z uyimizda xotirjam ko'z yumimiz. Buningsiz hayotimizning qimmati bo'lmaydi. Bizning erkinlikka erishishimiz bilan dunyo texmo ozod bo'ladi. Dunyoga texmo go'zal narsalar qo'shiladi. Bizning buyuk g'albimiz bilan dunyo texmo saltanatlik bo'ladi. Bizning o'z manfaatimiz uchun ko'rsatgan har bir tirishchanligimiz dunyoga va insoniyatga foydali ishlar sifatida butun insoniyatning boyligiga aylanadi.